Navorat to'rxonali kvartiramizni obzorini qilamiz. Bizlar koridor qismida turibmiz. Bu yerda bizlarda termoq qo'yilgan, asosiy kirib kelishimiz eshigi shlitlari montaj qilingan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonamiz bu yerda bolalar yotoqxonasi, mana shunaqa ikkita kravat qo'yilgan va mana bu yerda bizlarda garderob отдельно qilib qo'yilgan. Полностью remont qilingan, faqat kirib yashash kerak kvartirada. Adres geofizika bo'lyapti. Orientir Grand Sultan restorani. Bu yer esa bizlarda mehmonxona. Mehmonxonamizda ko'rishlaringizdek mehka zona qilingan, TV zona, devorlar atachenda qilingan, parda, gilamlar qilingan do'stlar. Ana endi mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, ikkinchi bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyligina remont qilingan. Kadastr hujjatlari tayyor bir kundan foydalanib olishingiz mumkin va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasidan kerakli jihozlar o'rnatilgan, did bilan remont qilingan. Ko'rayotgan hamma narsangiz qoladi. Bu yerda esa bizlarda oshxona, 6 kishilik stol, stul va o'ng tomonda bizlarda kuxni garnitura, рабочая zona kerakli jihozlari bilan. Kvartiramizda ikkita razan sanuzel tushgan, birinchisi bu yerda joylashgan, unitaz bilan rakovina, ariston uchun joy qo'yib o'tilgan va mana bu yerda ikkinchi sanuzel bo'lyapti. Kvartiramiz 90 kvadrat, 6 qavatda 4-qavatda Novostroyka g'ishli domda joylashgan va narxini pastda opisanda qoldirib ketamiz. Telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.